Qayerdasan? Kelayotganingni eshitib qo'rqdim. Chunki yalang'ochman. Yalang'ochsan deb kim aytdi senga? Yo men yema degan mevadan yedingmi? Sen bergan xotin menga bu mevani berdi. Keyin men yedim. Shunda Xudo momo Havoga dedi: Nima qilib qo'yding? Ilon meni aldadi. Keyin men yedim. Shundan so'ng Xudo ilonni la'natlab bundoq dedi: Bu ishing uchun hayvonlar ichida eng la'natlisi bo'lasan. Butun umr qorning bilan sudralib, yemishing tuproq bo'ladi. Men sen bilan xotinni, sening nasling bilan uning naslini bir-biringizga dushman qilaman. Sen uning to'pig'ini chaqasan, u esa sening boshingni ezadi. Keyin Havo onamizga dedi: Endi sen qattiq qiynalib, azob ichida bo'la turasan.